Xo'p, azizlar, bugun biz uchun juda katta tantana, sababi tarixda birinchi marotaba Qarshidan Madinaga reysi rasmiy Umra turoperatori Real Dreams tomonidan yo'lga qo'yildi va bu biz qashqadaryoliklar uchun juda ham quvonchli xabar bo'ldi. Mana shuncha odamni og'ir yengil bo'ldi. 650-600 kilometrlar bosib o'tadigan mashaqqatimizda bor yo'g'i mana o'zimizni xuddi ostonadan chiqib to'g'ri Saudiyaga uchgandek tasavvur qilyapmiz. Yana reys Madinaga qo'nishini o'zi bir katta baxt. Shuning uchun bu uchun avvalo prezidentimizga, mutasaddi rahbarlarimizga, shu jumladan Real Dreamsga, Farhod akamga imminna kattadan katta rahmat. Flyhiva jamoasiga, barcha filiallarga birgalikda xizmat qilayotganligi uchun kattadan katta rahmat. Hojilarimizga ham kattadan katta rahmat. Shuncha turoperatorlar turib imminna Real Dreams tanlagani uchun.